Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizda kamtarlik va manmanlik haqida suhbat olib boramiz inshaalloh. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Sergeli tumanidagi Abdulloh ibn Zubayr jome masjidi imom xatibi O'tkirbek domla Tolibov bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Domla, studiyamizga xush kelibsiz. Domla, avvalambor kamtarlik o'zi nima? Kamtar inson qanday bo'ladi? Shu haqida so'z boshlab bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Avvalo kamtarlik va tavozi haqida gapiradigan bo'lsak, Ibn Ato rahmatulloh alayh shunday ta'rif bergan ekanlar. At-tawadi'u qubulul haqqi min kulli man qalahu. Ya'ni aytadilarki, tavozi to'g'ri so'z va to'g'ri fikrni kim aytishligidan qat'iy nazar qabul qilishlik deganlar. Va yana bir ta'rifda esa Hasan Basri rahmatulloh alayh aynan shu kamtarlik, tavozilik haqida u kishi ham mana shu ma'nodagi so'zlarni aytadilarki, tavozi bo'lishlik manzilingizdan chiqib kimga yo'liqishligingizdan qat'iy nazar uni o'zingizdan ustun deb bilishligingizdir deydilar. Va yana shu o'rinda tavozi va kamtarlikni tushunishligimiz uchun buni aksi bo'lgan, ya'ni kibr, takabburlik, manmanlik haqida biroz suhbat qiladigan bo'lsak, kibr inson o'zini quyi bo'lganlardan, o'zidan pastroq darajadagi kambag'allardan, nochorlardan o'zini ustun sanashligi va manmansirashligi, mana shu narsa kibr deyiladigan bo'lsa, takabburlik azizlar kishini shakl shamoilida ko'rinishligi mumkin, uni gap so'zida ko'rinishligi mumkin, uni boshini qanday tutishligida, yurish turishida, ovozini ko'tarishligi va hokazo ko'p holatlarda ko'rinishligi mumkin. Demak, aynan mana shu ko'rinishlarni, ya'ni ba'zi bir ulamolarimiz aytadilarki, kishi o'zi turib, ya'ni o'zi o'tirsa-yu atrofidagilarni turishligini xohlasa, mana shu ham takabburni bir ko'rinishligi deydilar. Yana Hazrati Ali karramallohu vajhahuni ham bu borada aytgan so'zlari borki, kim do'zax ahlidan bir kishiga nazar solishlikni xohlasa, deydilar, o'zi o'tirib boshqalarni turib olganligiga qarasin dedilar. Demak, mana shu ma'noda biz takabburlikni qanday bir alomatlarini biladigan bo'lsak, mana shu alomatlardan uzoq bo'lishligimiz bu kamtarlik bo'ladi, tavozi bo'ladi. Yana ba'zi bir ulug'larimizni so'zlarini aytadigan bo'lsak, Abu Dardo rahmatulloh alayh aytadilarki, madomiki ortidan odam ergashtirib yurar ekan, banda Alloh taolodan uzoqlashib ketaveradi deydilar. Abdurrahmon ibn Avf rahmatulloh alayhni ulamolarimiz aytadilarki, qullardan ajratib bo'lmas edi. U kishini tashqi qiyofasi qullardan farq qilmas edi deydilar. Mana shu darajada, demak, kamtarliklaridan, hokisorlik, tavoziliklaridan u kishini ajratib bo'lmas ekan. Sufyon Savriy rahmatulloh alayh Ramlaga kelganlarida Ibrohim Adham u zotni oldilariga kelib, odamlarga hadisdan ta'lim berishliklarini so'raydilar. Va u kishi kelib, hadisdan ma'lum bir hadislarni aytib, sharhlab beradilar. Shunda Ibrohim Adhamni shogirdlaridan birlari aytadilarki, ustoz, shu noto'g'ri ish qilmadikmikin? Shunday ulug' zotni chaqirib, huzurimizga kelib hadis aytib berishliklarini so'ragani deganlarida Ibrohim Adham aytgan ekanlarki, men u kishini tavozilarini sinadim degan ekanlar. Kamtarliklarini ko'rdim degan. Umar ibn Abdul Aziz rahmatulloh alayhi ham buni ko'p bora eshitganmiz, lekin eshitgan bo'lsak-da, hammalarimiz uchun bir ibrat oladigan jihatlari borki, u kishini uylariga kechasi bir mehmon keladi. Shu mehmon kelganida chiroqlari, shu piligini moyi kamayib qolib, o'chay deb turgan holatda bo'ladi. Shunda haligi mehmon taqsir keling, men shuni moyini to'ldirib to'g'irlab kelaymi deganlarda, mehmonni xizmatga qo'yishlik beodoblik bo'ladi dedilar. Unda xizmatchingizni uyg'oting, xizmatchingiz qilib beradilar desalar, u o'zi endi bir onda sonda uxlab qolgan edi. Ke shuni bezovta qilmaylik dedilarda,
o'zlari borib shu moyni to'ldirib piligini yana yoqib qo'yadilar. Shunda taqsir sizni xizmatga qo'ydik deganlarida ketganimda ham Umar ibn Abdulaziz edim, kelganimda ham Umar ibn Abdulazizligimcha qoldim. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q dedilar. Mana shu narsa ham hammalarimiz uchun bir chiroyli ibrat bo'lishligi lozim bo'ladi. Kamtarlik borasida, tavozilik bo'lishligimizda, o'zimizni uyimizdagi yumushlarimiz, ba'zi bir ishlarni qilishlikda, demak, kamtarona bo'lib o'zimiz bajarsak, mana shu ham Payg'ambar alayhissalomning go'zal sunnatlaridan hisoblanar ekan. Tashakkur domla. Nega ba'zi insonlar shu kamtarlarni ko'rib, kamtarlik qilayotganlarni ko'rib, ularni zaif deb bilishadi? Mana shu narsa ham azizlar aslida biroz bir noto'g'ri tushunishligimizni oqibatida kelib chiqqan tushunchalardan biri hisoblanadi. Chunki hoksorlik haqida bir necha oyat karimalar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflari, u kishini o'zlari ibrat bo'lib ko'rsatgan holatlari bor. Aynan mana shu narsalarda biz kamtarlik deganda o'zini juda bir zaif hol ko'rsatishlik, hech narsaga toqat kelmaydigan, bo'shang, irodasizlikni tushunmasligimiz lozim bo'ladi. Bu borada ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yurish turishdagi holatlarini Hazrati Ali kallamallohu vajhahu chiroyli qilib keltirib aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurganda xuddi tepalikdan tushib kelayotgan odamdek yurar edilar dedilar. Ya'ni qadamlari shaxtam bo'lgan. Hokisor bo'lishlik mumkin, kamtar bo'lishlik mumkin, lekin bu degani yurish turishi zaif hol bo'lish kerak degani emas. Amali, yurish turishidagi holatlari uni g'ayratiga ta'sir qiladi degani emas. Kamtarlik boshqa narsa. Demak, yurish turish, g'ayrat, insonni shaxtam harakat qilishliklari bu demak tavozilikka zid narsa emasligini tushunib yetishligimiz lozim bo'ladi. Tashakkur domla. Mansab yoki boylik insonni manman qilishi mumkinmi? Aslida manmanlikda boy bo'lishlikni aloqasi yo'q. Ya'ni insonni shunday bir insonlarni ko'ramiz, juda boy badavlat inson, lekin o'ta kamtar, o'ta tavozeli inson. Lekin shunday bir kambag'allarni ham ko'ramizki, kambag'al bo'lishlikka qaramasdan o'ta takabbur. Demak, bu ma'noda aslida demak boylikni, mol dunyoni ko'pligini aloqasi yo'q. Lekin hayotda uchrab turadigan, tez guvohi bo'lib turadigan holatlarimiz esa aynan mol dunyosi bor, puli ko'p bo'lgan insonlarni islomiy tarbiya olmaganliklarini oqibatida o'zlaridan past darajadagi insonlarga nisbatan takabburlik qilishligi, o'zini yuqori olishligi, ularni mensimaslik holatlarini tez guvohi bo'lib turamiz. Demak, aynan buni sababi demak islomiy, diniy, shariatimiz nuqtai nazaridan o'rgatilgan tushunchani yo'qligi. Mana shu sababidan demak insonda takabburlikni rivojlanishligi, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, takabbur holatda bo'lishligi, manmansirashligiga demak insonni o'zini diniy tushunchasi oz ekanligi, saviyasini, Payg'ambar alayhissalomni keltirgan shariatlaridagi demak insonni kamtar bo'lishligi, insonni mol dunyosiga nisbatan ham boshqa insonlarga nisbatan mol dunyoni o'lchov qilmasligi lozim ekanligi bu dinimizning tavsiyalari hisoblanadi. Tashakkur domla. Endi hammamiz bandamiz, ayb nuqsondan xoli emasmiz. Ba'zida bilib bilmay baribir manmanlikka yoki takabburlikka yo'l qo'yib qo'yishimiz mumkin-da. Endi agar shunaqa bir o'zimizda shunday bir nuqsonni aniqlab qolsak, buni qanday muolaja qilishimiz mumkin? Avvalo mana shu kibr qilishlikni ulamolarimiz yana buni turkumga bo'lib turib aytadilarki, 3 turli bo'ladi deydilar. Birinchisi Alloh taologa nisbatan kibr qilishlik. Bu eng og'ir darajasi. Ya'ni bu holat Fir'aun, Namrudlarni Alloh taologa nisbatan isyon qilgan kabi holat. Ya'ni Alloh taologa banda bo'lishlikni xohlamagan bir holat. Mana bu narsadan mo'min musulmon inson uzoq bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi darajasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan kibr qilishlik. U kishini
Bunga misolli Makka mushriklarini u kishini payg'ambarliklarini e'tirof etmasliklari, u kishiga nisbatan adovatda, dushmanchilik qilishliklari, shariatni qabul qilmaslik holatlari, johilliklari sababidandir, takabburliklari sababidandir. Demak, mana shu narsada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan takabbur qilishliklari bu ham o'ta og'ir holatlardan hisoblanadi. Va uchinchisi, demak, insonlarga nisbatan kibr qilishlik, takabbur bo'lishlik, mana bu narsa ham dinimiz qaytargan illatlardan hisoblanadi va buni muolajasini ham ulamolarimiz bir necha tavsiyalarini qiladilar. Jumladan banda o'zini va Robbisini yaxshi tanishligi sabab bo'ladi. Ya'ni shu illat ekanligini tushunib anglab yetishligimiz, Imom Zahabiy va boshqa ulamolarimiz buni gunohi kabira deb aytgan. Aynan takabbur bo'lishlikni gunohi kabira, ya'ni katta gunohlardan deb aytishgan. Demak, kishi katta gunohlardan saqlanishligi farzi ayn ishlardan hisoblanadi. Demak, mana shuni o'zini saqlashligi uchun, demak, avvalo o'zini kimligini tushunib anglab yetsa, Alloh taoloning buyukligini tushunib anglab yetsa, xordan ham ko'ra xor aslida inson ekanligini tushunib anglab yetsa, demak, takabburlikdan saqlanishligi mumkin bo'ladi. Endi buni yana bir necha turlari borki, agar kibrlanishlik nasab tufayli bo'lsa, inson nasabi bilan ham kibrlanib takabburlik qilishligi mumkin. Demak, mana shunday holatlarda inson otasi va bobosi kim ekanligiga bir nazar solsin deydilar. Ya'ni tuproqdan yaratilgan inson, ojiz bir nutfadan yaratilinganligini inson tushunib anglab yetsa, shu narsani his qilsa, nasabi bilan faxrlanishlikdan saqlanishligi mumkin bo'ladi. Yana bir holati, agar o'sha kibrlanishligi chiroyi sababli bo'ladigan bo'lsa, inson botiniga qarasin, ichiga, ichimizdagi kechayotgan holatlarimizga qaraydigan bo'lsak, ichimizdagi chirkinlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, inson o'zini tashqi jamolini ham o'tkinchi ekanligini tushunib anglab yetadi. Yana bir ko'rinishi, agar kishi kibrlanishligi quvvat sababidan, kuch-quvvatga to'lgan, zabardastligi sababidan takabburlik qilayotgan bo'lsa, inson bir muddat o'zini bir ojizligini his qilish uchun, misol uchun bir kecha uxlamasin, qanday holatda bo'ladi? Yo'inki isitma tutgan vaqtda qanday holatda bo'ladi? Mana shu narsalarni bir his qilsa, taom yemasa, bir necha kun taom yemasa qanday holatga tushadi? Mana shu narsalarni his qilsa, aslida men kuch-quvvatim bilan takabburlik qilishlikka hech ham loyiq emas ekanman degan tushunchaga boradi. Yo'inki yana bir kibrlanishligi boylik sababli bo'ladigan bo'lsa, o'zidan avval o'tgan boylarga bir nazar solsin. Shuni boyligi, shuni dunyo va oxirat baxtli, saodatli bo'lishligi sabab bo'ldimi, yo'qmi? Qorunni misolini keltirishligimiz mumkin. Butun bor buti bilan Alloh taolo uni yerga yutqiztirdi. Yo'inki shunga o'xshab bir necha insonlar boyligi ularga manfaat bermaganligini bir eslasa, shuni xabarini o'qisa, demak, boylik bilan ham takabburlik qilishlikka arzimas ekanligini tushunib anglab yetadi. U mana shu illatlardan uzoq bo'lishlikni harakatida bo'ladi. Yana bir insonning kibrlanishligiga sabab bo'ladigan narsa ilmi. Ma'lum darajadagi olgan ilmi bilan faxrlanib, kibrlanadigan bo'lsa, bilsinki, o'sha ilmi yo'q, ma'lumoti bo'lmagan insonni Alloh taoloning huzuridagi so'roq savoli boshqacha bo'ladi. Ilmga, ma'lumotga ega bo'lib, haq bilan botilni farqiga borgan, halol haromni farqiga borib, yaxshi yomonni bilgandan keyingi so'roq savol og'ir bo'ladi. Chunki u Alloh taolo unga bildirdi. Yaxshi yomonni bildi. Nima foyda berish, nima zarar berishligini bildi, bilib turib amal qilmaganligi uchun so'roq savoli og'ir bo'ladi. Mana shu narsalarni inson tushungan holatda bu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsa, demak, kibr qilishligiga, takabburlanishligiga, manmansirashligiga hojat qolmasligini tushunib anglab yetadi. Tashakkur domla. Xulqlari juda go'zal bo'lgan Rasulimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning kamtarliklari haqida so'zlab bersangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganingizdek haqiqatda kamtarin zot bo'lganlar.
mo'minlarga ham o'ta kamtarlik bilan muomala qilganlar. Bu kishini kamtarliklari haqida bir eslaydigan bo'lsak, oddiy bir kampir bilan turib u kishini demak gap so'zini tinglashliklari u kishini kamtarliklariga dalolat qilib turadi. Kasallarni ziyorat qilib turishliklari, miskinlarga mehribonlik qilishliklari, umidsizlikka tushgan zaiflarga hamdardlik bildirishliklari, yosh bolalarni ko'nglini olishlik uchun harakat qilishliklari, birinchilardan bo'lib doim salomni birinchilardan bo'lib berganliklari ham u kishini kamtarliklariga dalolat qilib turadi. Ahillari bilan hazir-huzur qilib turishliklari ham u kishini kamtarliklariga dalolat qiladi. Hattoki sahobalarni huzuriga kirsalar, sahobalar o'rnlaridan tursalar, ularni shu o'rnlaridan turishlikdan qaytarar ekanlar. O'tiraveringlar deb turib, demak, hattoki mana shu darajada mulozamat qilishlikdan ham qaytarar ekanlar. Arobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga kelsalar, u kishini ajrata olmas ekanlar. Boshqa sahobalardan ajrata olmas ekanlar. Doim so'rar ekanlar, Muhammad ichingizda kim deb so'rar ekanlar. Shunda sahobalar imo ishora qilgandan keyingina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekanliklarini tushunib anglab yetar ekanlar. Bu ham nimaga dalolat qiladi? Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni demak tavozilari eng yuqori cho'qqida bo'lganligi, sahobalardan kiyinish borasida bo'lsin, o'tirish, turish borasida bo'lsin, ajramasliklari. Kerak bo'lsa yerda tuproqda ham o'tirib ketganliklari, kiyimlarga u darajada e'tibor bermaganliklari, dunyoni o'tkinchi matohi deb qaraganliklari, u kishini demak sahobalardan ko'rinish jihatidan, yurish, turish jihatidan demak farqlanmasliklari ham u kishini kamtarliklariga dalolat qilib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu oddiylik haqida, u kishidagi bo'lgan oddiylik, kamtarlik haqida bir fikr qiladigan bo'lsak, azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu tuproqda o'tirgan zot vaqti kelganida 7-qavat osmonga ko'tarilganliklari. Bu ham bir Alloh taoloning u kishiga bergan fazli. Mana shu darajada hokisor bo'lgan zotni Alloh taolo eng yuqori darajalarga ko'targanligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir kuni o'sha kichkina chumchug'i bo'lib qolgan bolani ko'nglini olishlik uchun hazir-huzur qilib turib bolaga gapirishliklari, mana bu ham demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nechog'lik bir tavoziylikning eng yuqori bir cho'qqida ekanliklariga dalolat qilib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha Masjidul Aqsoga borganlarida, Isro va Me'roj voqeasida barcha payg'ambarlarga imomlikka o'tib berganliklari ham Alloh taoloni demak mana shunday kamtar zotga bergan eng ulkan maqomlardan biri. Mana shular ham demak siz va bizlar uchun bir ibrat, namuna bo'lishligi, ya'ni inson qanchalik o'zini hokisor bilsa, Alloh taoloning huzurida eng bir ojiz bandalardan ekanligini e'tirof etsa, Alloh taolo ularni qanchalik bir ulkan maqomlarga ko'tarib qo'yishligiga yorqin bir misollar. Buni hayotda ko'p ko'ramiz. Inson qanchalik bir takabburlik qiladigan bo'lsa, o'zini yuqori olib, insonlarni mensimaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo u bandasidan bezor ekanligi va insonlar ham o'sha bandadan bezor ekanliklarini hadis shariflarda mana shu ma'nodagi hadislar keladi. Lekin insonni bandalarini qalbiga ham muhabbatini solib qo'yadigan fazilatlardan biri demak tavozi ekan. Inson kamtar bo'ladigan bo'lsa, tavozi bo'ladigan bo'lsalar, avvalo Alloh taolo shu bandasini yaxshi ko'rar ekan. Qolaversa, qolgan bandalariga ham shu bandasiga nisbatan muhabbatni solib qo'yar ekan. Mana bu narsa ham hammalarimiz ibrat olishligimiz lozim bo'lgan go'zal namunalardan hisoblanadi. Tashakkur domla. Bugungi shu mavzuyimizni kamtarlik va manmanlik borasidagi mavzuyimizni yoritib berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Albatta bu eshitganlarimizga avvalambor o'zlarimiz amal qilishliklarimizni, qolaversa yurtdoshlarimiz mo'min musulmonlar amal qilishligini Alloh o'zi nasib ro'z aylasin. Muhtaram azizlar, shuning bilan juma suhbati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.